Xitoy zulmü ostidagi Uyg'ur qarindoshlarımızning Urumchida qatliam qilinishi kun tartibga kelishi bilan tang har xil strategik analizlar va xilma-xil siyosiy ssenariyalar bas-basta yozilishga boshladi. Hamda turli munoziralar ilib berildi. Xitoy, Amerika va Rossiyaning bir-biridan olmoqchi bo'lgan koni yangi hisoblari qaytadan varaqlanishga boshladi. Xalqaro aloqa axborot vositalari ayrim bir kuch sifatida bu qatliamni yangi bir iste'mol buyumi o'rnida iste'molga sundi. Shunisi aniqki, xalqaro kuchlarning bir-biridan oldigan o'ziga tegishli hisoblari albatta bo'lishi mumkin. Biroq tarixdan buyon biz biladigan shundoq bir haqiqatmi borki, xalqni qirg'in qilgan zolimlar mayli har qancha kuchli bo'lgan taqdirda har doim xalqning qarshiligi ostida mag'lub bo'lib kelgan. Mana endi Uyg'ur xalqimi shundoq qirg'inchilikqa qarshilik ko'rsatmoqda. Şoňa men musulmon Uyg'ur qarindoshlarimning tortgan azoblarga va davrdan davrga so'zilgan izchil shahid qilinishlarga boshqa bir nuqtadan nazar solmoqchiman. Men bu masalaga hargizmi xalqaro kuchlarga ko'ra yoki siyosiy ssenariyalarga ko'ra emas, balki qarindoshlarim berayotgan qurbonliklarning haqiqiy xarakteriga ko'ra baho bermoqchiman. Chunki Uyg'urlarning ilib berayotgan kurashlari ijtimoiy mavjudligini saqlab qilish mujodilasi bo'lganligi uchunla dunyoga nisbatan simovil va ulgi xarakterlik kurash hisoblanadi. Dar haqiqat Uyg'urlar axloq fazilati, ilmiyligi, oq ko'ngilligi, tavranmas siyosiy maydoni, fidokorligi, qahramonligi va kurash qilish uslublari bilan dunyoda eng esil ulgi bo'lib kelmoqda. Tarixiy ve edebi eserlerimi del mana bu xil ulgilerini anlatish uchun yazıladi ve keyingi evlatlargacha yetkaziladi. Şunu unutmaslik kerakki, Uyg'urlar qirg'in qilinish bosqichini, ya'ni o'z shahodatlarini, milliy mavjudligini qo'llashning bir xil shakli sifatida dastonlashtirmoqda. Bundaq nodir ulgilar dunyoda haqiqatan intayin oz uchraydi. Çünkü dünyada keng uchrab turadigan bu xil ulgilarning ko'pinchisi xususiy kishilik ulgi bo'lib, xuddi Haloji Mansurning o'z o'limini simovillashtirganligiga, o'z shahidligini mangulik tirilishiga aylantirganligiga, xuddi Hazrati Sumayyaning o'z shahodatini mangu hayot qilishning bir xil shakli sifatida keyingilarga miros qoldirganligiga o'xshaydi. Hatta Çanakkale urushidagi Türk askarlarining shahodatimi shuningga o'xshab ketadigan xususiy shahodatning bir misoli bo'lib hisoblanadi. Çanakkale urushining jangchilari va shahidlari bir rahbarning qo'mondonligi ostida ilib berilgan planliq harbiy harakatning bir parchasi sifatida shahidlikka quchoq ochgan va bir askar bo'lish sifati bilan hammaylan ideya fikrlariga shahidlik ishqini cho'nqur singdirib, o'zlarini Alloh yo'lida qurbon qilishga otgan edi. Biroq Sharq Turkistondagi va G'azadagi shahodatlar bo'lsa, hargizmi kishilik shahodat emas. Yoki qandaqdir tashkillik, planliq, tartib, intizomlik ilib berilgan ommaviy shahodatmi emas. Balki bir butun xalqning bor yo'qidan kechib, shahid bo'lishni, mavjudligini saqlab qolishning vositasi sifatida bag'riga bosganligining nodir misolidir. Mana bu jihatdan Sharq Turkiston bilan G'aza xalqining shahodatlari ijtimoiy mavjudligini saqlab qolish mujodilasining ikki jonliq o'rnaklari va simovlaridir. Men bu maqolada Sharq Turkistonliklarning, ya'ni musulmon Uyg'ur qarindoshlarimning shahodatni bir xil o'zini namoyon qilish shakli sifatida tanlab olganligini, shundaqla qirg'in qilinishlari badaliga o'z kurashlarini abadiylashtirmoqchi bo'lganligini anlatib o'tishga tirishmoqchiman. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning taxminan 1,5 asrdan beri ilib berayotgan kurashlari bir xalqning o'z mavjudligini qo'g'dab qilish ko'rishidir. Bu kurash qandaqdir tashkillik kurash emas, yoki biror organ tarafidan boshqarilmaydi. Chunki Uyg'urlarning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilari xalqning ijtimoiy tashkilot qurishiga chidab turolmaydigan eng zolim mustabid hokimiyatdir. Hammaga ma'lumki, Xitoylarning tutib kelayotgan qoidasi o'xshash.
Mayli liberal, mayli kommunist bo'lishidan qat'iy nazar, masala turklarga va Uyg'ur musulmonlarga chetishlik bo'lgan aman, hammasi o'xshash muomala qilishga, hammasi o'xshashla inson qalbidan chiqib, zulm, ishkanja qilishga boshlaydi. Bu bir tarixiy haqiqat. Uyg'urlarmi bu ahvolni pishiq bildigan bo'lg'achqa, o'z o'limlari badaliga xalq ijtimoiy kurashlarini abadiylashtirish yo'lini tanlab oldi. Mana 1,5 asrdan buyon Uyg'urlar avlodlarga miros qilib, uy, makon, mashina, mol-mulk, mansab, martaba qoldirgani yo'q. Balki aksicha qirg'inchilikni, o'z o'limlarini va shahodatlarini miros qoldirib keldi. Uyg'urlar hatto dunyoga o'z sadosini anglatish uchun xalqaro kuchlarning qo'lchumiqi bo'lib beqishni sinab boqmadi. Ular faqat o'z e'tiqodiga, ixlosiga, samimiy maydoniga va ulug' Allohu taologa ishonch bog'ladi. Qo'lidan keladigan butun chora tadbirlar tugagan chog'da haqiqiy tavakkulchilarga xos mardonligi bilan hasbinallohu va ni'mal vakil deyish orqali qalbiga muz tanladi. Aslidami deyishga va qilishga tegishligi dal mana shuningdan iborat edi. Şunu ular qirg'in qilg'uchi aeroplanlarga so'zmoq bilan tosh atolmadi. Qo'lidan kelganning hammani ishga silibmi amal bo'lmaganda mustaqlardan yalan oyoq menib o'taladi. Meyitlerini o'zlari bilmaydigan, tunimaydigan yot ellarga dafn qilib, yordam uchun Kabe'ga, Allohning baytiga sig'indi. Oxirida hatto Mavlana Jaloliddin Rumiyning yurtigacha yetib keldi. Uyg'urlar mana bu jasorati bilan shahodatlarini tarixning qalbiga mangulik bitishni orzu qiladi. Chunki ular Yusuf Xasojibning va Mahmud Qashqarining avlodlari. Ularning ayollari Zeynep raziyallohu anhaga o'xshasa, erlari go'yo Husayn raziyallohu anhu o'xshaydi. Uyg'ur xalqining qirg'in qilinishi bir armiyaning shahodati yoki bir kishining shahidligi emas. Balki bir butun xalqning shahodatidir. Ayol, bola chaqilari, hatto yetim yesir meyitlarimi qatl qilinayotgan bir butun xalqning shahodatidir. Yana kelib, noma'lum bir kuni dushmanning bir ikki qatimliq hujumiga uchragan xalq shahodati emas. Balki 1,5 asrdan buyon nasldan naslgacha har kuni takrorlanayotgan qatliam jarayonlarining shahodatidir. Uyg'urlarning top qirg'in qilinishi o'z xarakteri nuqtasidan to'xtamay davom qilayotgan bir amaliy jarayon va amaliy haqiqatning naq o'zidir. Her qandaq bir xalqning ijtimoiy qirg'in qilinishi agar birdamlik bo'lmay, bosqichma-bosqich davomlashadigan bo'lsa, naqadar qabohatlik zulm manzarasining o'tirg'i chiqadiganligini hammaydan ko'z oldiga keltirilishi kerak. Yana kelib, Xitoy zulmining dunyoda Xitoycha qiynash deb nom olganligining o'zila boshqacha bir vahshiyona zulm turi ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Şuna mana ko'rib turibdimizki, Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulm ishkenceler Uyg'urlarni o'ltirish va top qirg'in qilish bilan natijalanmoqda. Vaholanki, qiyin qisloqlarning natijasi doimla o'lim bo'lavermasligi lozim edi. Onun üstüge Uyg'urlar maxfiy urush o'yinlarini o'ynab, kechi bosqinlari orqali terrorlik tusidagi harakatlarni qildigan tabiatdagi xalq emas. Yoki urush oldingi saflarda dushman kutib turgan qurolli askarlar emas. Balki cho'ng ko'chalarda, shahar maydonlarida oshkora holda ijtimoiy qatliamda qurbon qilinayotgan begona xalq oblasidir. Uyg'ur xalqiga ilib berilayotgan qirg'inchilikning G'azza xalqiga ilib berilayotgan qirg'inchilikdan texmi vahshiy tarafi shuki, bu qirg'inchilikni ilib borg'uvchilar tap tortmasdan bosh ko'targanlar Uyg'urni o'ltiringlar deb jar salalaydi. Uyg'urlarni ko'rinmaslikka, yushirinishga, hatto yo'qolib tugashga mahkum qilmoqchi bo'ladi. Uyg'urlar bo'lsa, dal mana bu ko'rinmaslikdan qutulish yo'lida o'z jonlarini taqdim qilish orqali biz texi hayot, mana bu yerda mavjudmiz degan sadolarni yangratmoqchi bo'ladi.
Chunki ular g'aflatga va zalolatga chidab turolmaydi. Shunga hech bir xalqaro kuchning hisob kitobiga qarab beqishni zarur deb ko'rmaydi. Ular xuddi Haloji Mansurga o'xshash vujudidan oqqan qonlarni yuzlariga surkab, chiroydagi org'anliqning izlarini qonlari bilan to'ldirmoqchi bo'ldi. Hammaga ma'lumki, Sumayya raziyallohu anha oshkora holda hammaylar ko'rsin va qo'rqsin deb shahid qilingan edi. Umi shuning uchun o'ldirilganligini bilib turib, hech qo'rqmasdan shahid bo'lgan. Hamda bu fidokorlik ko'rishini mangu o'lmas ko'rishga aylantirib, bizga miros qoldirgan edi. Halojining o'ldirilishimi boshqa kishilarni qo'rqitish maqsadida bir mahkamaning qarori bilan hukumat kuchlari tomonidan planliq, tashkilliq holda oshkora ijro qilingan edi. Biroq Uyg'urlarcha ne bir adil mahkamaning qarori, ne bir rasmiyat bijirilmay turibla intayin vahshiy tarzda o'ldirilmoqda. Uyg'urlarga dunyoda iqtisodiy kuchi zo'r, nupusi va askari eng ko'p hisoblanadigan Xitoylar udul kelgan yerda hujum qilmoqda. Uyg'urlar bo'lsa, o'limni o'ziga nisbatan mavjudligini isbotlashning eng o'tkir quroliga aylantirdi. Ümid qilamanki, Uyg'urlarning bu qaysirona tez pukmay tik turishlari va bu xil o'zini ifodalash usullari ularga o'xshash zulmda qolgan barliq millatlarga o'rnak bo'lg'usi va umid, ilhom manbasi bo'lg'usi. Chunki ko'rinmaslikka va muhchiyib turishga bardoshlik berish g'aflatdir. Shuningdek, o'zidan boshqa bir kuchning parchasiga aylanish bu sharmandalikdir. Buni Uyg'ur qarindoshlarim nihoyatda yaxshi tunib yetgan. Shunga ulush orqali o'z kurashlarini abadiylashtirgan va shahodatning simovliga